Payg'ambar alayhisalom oldilariga bir kishi keldi: "Ey Allohning rasuli, menga jannatga kiradigan bir ishni o'rgating" dedi. "Menga nasihat qiling" dedi. Payg'ambarimiz alayhisalom la tag'dob dedilar. G'azablanma, jahl qilma dedilar. U kishi yana qaytardi. Keyinchi yana nima qiling? La tag'dob dedilar. G'azablanma dedilar. Tushunarli, yana nima ish qiling? La tag'dob dedilar. G'azablanma dedilar. Valakal jannat dedilar. Senga jannat bo'lsin shunday dedilar. G'azablanma deganlari qaraylikda, g'azabda nima ishlar bo'ladi o'zi? Jahlim chiqib ketuvdi, o'g'limga mashina olib berdim deysizmi? Jahlim chiqib ketuvdi, falon yaxshi amalni qilib qo'ydim deymizmi? Yo'q. Jahl chiqqanda odatda odam biror bir noxush narsaga qo'l uradi. G'azabda qilinadi. Kimgadir haqorat ishlatadi, kimnidir uradi, kimnidir so'kadi, kimnidir dilini og'ritadi. Payg'ambar alayhisalom aytibdilar: "G'azablanma va senga jannat bo'lsin." G'azablanmaslikning o'zida ham ko'p narsa bor. Chunki g'azablanmaganimizdan keyin tanamiz rohatlanadi. O'zi g'azabimiz burnimizning uchida turadigan bo'lsa, bitta gap eshitishga toqatimiz yo'q bo'lsa, bo'ralab so'kuradigan bo'lsak, o'zimizni tanamiz bu hammasi sekin-sekin futurdan ketaveradi. Alloh mana shunday holatlardan o'zi saqlasin.